2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng muhim masala shuki, uy, kvartira, yer uchastkasi, dala hovli, noturar joy yoki ijaraga berilayotgan xonadoningiz bo'yicha hujjatlar, kadastr ma'lumotlari, soliq hisob kitoblari va ro'yxatdan o'tkazish tartiblari avvalgidek keyin ko'ramiz deb qoldiriladigan mavzu bo'lmaydi. Bu ma'lumot har bir mulkdorga tegishli, uyini sotmoqchi bo'lganlarga ham, ijaraga berayotganlarga ham, meros olganlarga ham, eski hovlisini kengaytirganlarga ham. Men bugun sizga 2026 yilda ko'chmas mulk egalari nimalarga tayyor turishi kerakligini, qaysi holatlar xavfli ekanini, kimlar bemalol bo'lishi mumkinligini va muammo chiqmasligi uchun hozirdan qanday qadamlar qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni hozirning o'zida obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki bu mavzu pulingizga, hujjatingizga va mulkingizni erkin tasarruf qilish huquqingizga bevosita ta'sir qiladi. Avval ko'p mulkdorlar ko'chmas mulk hujjatlariga faqat sotish, garovga qo'yish, meros rasmiylashtirish yoki sudga ish tushganda qarardi. Masalan, odam 15 yil oldin hovli sotib olgan. Kadastr pasportida 1 kvadrat metr uy ko'rsatilgan. Lekin amalda keyinchalik yana darvada kvadrat metr oshxona, ayvon yoki qo'shimcha xona qurilgan. Yillar davomida hech kim tekshirmagan bo'lishi mumkin. Soliq ham eski ma'lumot bo'yicha kelgan, egasi ham hammasi joyida deb yurgan. Endi esa asosiy yo'nalish shuki, ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlar raqamlashtiriladi. Kadastr, soliq, notarius, kommunal xizmatlar va davlat xizmatlari bazalari bir-biriga ko'proq bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning hujjatingizda bir ma'lumot, amalda boshqa holat bo'lsa, bu farq ertami kechmi ko'rinadi. Sotmoqchi bo'lganingizda notariusda chiqadi, soliq organida chiqadi, kadastr yangilanishda chiqadi yoki ijarani rasmiylashtirganda chiqadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha oldindan tayyorlangan odam jarima. Rad javobi: ortiqcha yugur va xaridor bilan kelishuv buzilishidan qutuladi. 2026 yilda asosiy qoida shunday bo'ladi. Mulk bor, demak uning hujjati, solig'i, chegarasi, maydoni va foydalanish holati aniq bo'lishi kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim tinch bo'lishi mumkin? Birinchi katta masala kadastr ma'lumotlari. Har bir ko'chmas mulk obyektining kadastr hujjatida joylashuvi, umumiy maydoni, yer uchastkasi chegarasi, qurilgan binolar, xonalar soni, obyektning turi va egalik huquqi ko'rsatiladi. Agar bu ma'lumotlar real holatga mos bo'lsa, siz uchun xavf kam. Lekin farq bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, Toshkent viloyatida hovli bor deb olaylik. Hujjatda yer maydoni 6 sotix, uy maydoni 95 kvadrat metr. Amalda esa egasi orqa tomonga 3 kvadrat metr qo'shimcha xona, 15 kvadrat metr yopiq ayvon va 15 kvadrat metr garaj qurgan. Umumiy qurilish maydoni 1,5 kvadrat metrga chiqib ketgan. Agar bu o'zgarish kadastrga kiritilmagan bo'lsa, 2026 yilda mulkni sotish, hadya qilish yoki bankka garovga qo'yishda muammo chiqishi mumkin. Xaridor notariusga borganda obyekt hujjatdagi holatga mos emasligi aniqlansa, bitim cho'ziladi. Bank esa garov qiymatini pastroq baholashi yoki umuman qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi masala mulk solig'i. Ko'chmas mulk egalari uchun soliq hisob kitobi tobora aniqroq ma'lumotlarga tayangan holda yuritiladi. Oldin soliq eski inventar qiymat, noto'liq maydon yoki yangilanmagan kadastr asosida kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Endi obyektning maydoni, joylashuvi va turi aniqroq ko'rilsa, soliq summasi ham o'zgarishi mumkin. Oddiy misol, kvartira hujjatda 6 kvadrat metr, lekin qayta o'lchovda 6 kvadrat metr chiqdi. Farq 6 kvadrat metr. Bu juda katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin soliq bazasi maydonga va obyekt qiymatiga bog'liq bo'lsa, yiliga to'lanadigan soliq oshadi. Yana bir misol, odam noturar joyini, masalan, do'kon yoki ofisni turar joy sifatida ko'rsatib yurmasligi kerak. Obyektning haqiqiy foydalanish turi soliq va ruxsat tartiblariga ta'sir qiladi. Uchinchi masala ijara. Men ko'p ko'radigan holat. Odam kvartirasini oyiga 3 million so'mga ijaraga beradi, lekin shartnoma qilmaydi. Tanishingizga berdim, muammo bo'lmaydi deydi. 2026 yilda bunday yondashuv yanada xavfli bo'ladi. Chunki ijarani rasmiylashtirish nafaqat soliq uchun, balki mulkdorning o'zini himoya qilish uchun ham kerak. Agar ijarachi kommunal to'lovlarni to'lamasa, uyga zarar yetkazsa, qo'shnilar bilan muammo qilsa yoki chiqib ketishdan bosh tortsa, og'zaki kelishuv bilan isbot qilish qiyin. Masalan, siz kvartirani oyiga 10 million so'mga berdingiz. Ijarachi 3 oy yashadi,
2 million so'm to'lashi kerak edi. Lekin 6 million berdi, qolganini cho'zdi. Shartnoma bo'lmasa sizning talabingiz zaif bo'ladi. Agar elektron yoki yozma ijara shartnomasi bo'lsa, unda to'lov muddati, depozit, kommunal xizmatlar kim zimmasida ekani, uyga zarar yetkazilsa qanday qoplanishi, muddatidan oldin chiqish sharti aniq yoziladi. Bu sizga sudgacha ham, sudda ham yordam beradi. 4-chi masala noqonuniy qayta qurish va rekonstruksiya. Kvartirada devorni buzish, balkon qo'shish, oshxonani boshqa joyga ko'chirish, umumiy foydalanish joyini egallash, hovlida qo'shimcha bino qurish oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin har bir o'zgarishning huquqiy oqibati bor. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yuk ko'taruvchi devor, ventilyatsiya shaxtasi, umumiy yo'lak, tom yerto'la, fasad kabi joylarga aralashish xavfli. Bu faqat hujjat masalasi emas, xavfsizlik masalasi ham. Bir misol. Kvartira egasi oshxona bilan zal orasidagi devorni olib tashlagan. Agar bu devor yuk ko'taruvchi bo'lmasa ham, tegishli tartibda kelishilmagan bo'lsa, keyinchalik sotishda savol tug'iladi. Agar yuk ko'taruvchi devor bo'lsa, bu nafaqat jarima, balki binoning xavfsizligiga tahdid degani. Bunday holatda mulkdor o'z hisobidan avvalgi holatga qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. 5-masala meros va ulushli mulk. Ko'p oilalarda uy ota-onadan qolgan. Lekin meros rasmiylashtirilmagan. Hammasi aka-uka kelishib olgan degan darajada turadi. Lekin hujjatda hali ham marhum odamning nomi chiqadi. 2026 yilda bunday mulk bilan hech qanday erkin bitim qilish oson bo'lmaydi. Sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki bo'lish uchun avval meros huquqi rasmiylashtirilishi kerak. Masalan, ota vafot etgan, hovli hujjatda otaning nomida. Uyda kichik o'g'il yashayapti, boshqa farzandlar boshqa joyda. Kichik o'g'il men shu uyda yashayapman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Lekin huquqiy tomondan merosxo'rlar aniqlanmagan bo'lsa, bu mulk bo'yicha har qanday bitim xavf ostida. Keyinchalik bir merosxo'r e'tiroz bildirsa, kelishuv buziladi, sud jarayoni boshlanadi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Hujjatdagi maydoni va real maydoni farq qiladiganlar, uy yoki kvartirada qayta qurish qilganlar, ijaraga berib shartnoma qilmayotganlar, mulk solig'i bo'yicha qarzi borlar, merosni rasmiylashtirmaganlar, ulushli mulkda yashab, boshqa ulushdorlarning roziligisiz ish qilayotganlar, yer chegarasi qo'shni bilan aniq bo'lmagan hovli egalari, dala hovli, garaj, noturar joy va qurilishi tugallanmagan obyekt egalari ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Kadastr hujjati yangilangan, mulk egasi aniq, soliq qarzi yo'q, ijara rasmiy, qurilish va rekonstruksiya ruxsat bilan qilingan, ulushdorlar roziligi bor, meros rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta soliq qarzi, kadastr ma'lumoti va huquqiy cheklovlar bor yo'qligini tekshirishni tavsiya qilaman. Birinchi nozik jihat, kadastrdagi texnik xato bilan noqonuniy qurilishni aralashtirmaslik kerak. Ba'zan hujjatda xatolik bo'ladi. Masalan, kadastrda uy maydoni 78 kvadrat metr deb kiritilgan. Aslida eski o'lchov hujjatlarida 180 kvadrat metr bo'lgan. Bu holatda siz noqonuniy qurgan bo'lmaysiz, balki ma'lumotni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Buning uchun eski hujjatlar, texnik pasport, oldi sotdi shartnomasi, kadastr arxividagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan odamlar va mulkdorlik huquqi bir narsa emas. Kvartirada kimdir propiskada turgani uning mulkdor ekanini anglatmaydi. Lekin amaliyotda bu bitimga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, uy sotilayotganda xaridor bu yerda kim ro'yxatda turibdi deb so'raydi. Agar voyaga yetmagan bola, sobiq turmush o'rtoq yoki uzoq qarindosh ro'yxatda turgan bo'lsa, xaridor xavotir oladi. Shuning uchun sotishdan oldin nafaqat kadastr, balki ro'yxatda turgan shaxslar masalasini ham tartibga keltirish kerak. Uchinchi nozik jihat er-xotin mulki. Agar uy nikoh davrida olingan bo'lsa, hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomi yozilgan bo'lsa ham. Ayrim holatlarda ikkinchi turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinadi. Odamlar ko'pincha hujjat mening nomimda, xohlaganimni qilaman deb o'ylaydi. Lekin oila qonunchiligi bo'yicha nikoh davrida orttirilgan mulk umumiy mulk bo'lishi mumkin. Shuning uchun sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yishda turmush o'rtog'ining notarial roziligi kerak bo'lishi ehtimoli yuqori. 4-chi nozik jihat. Ulushli mulkda bitta egasining xohishi yetarli emas. Masalan, hovli 3 nafar aka-uka nomida 23 ulushdan rasmiylashtirilgan. Ulardan biri o'z ulushini sotmoqchi. U avval boshqa ulushdorlarga taklif qilishi kerak bo'lishi mumkin.
Chunki ularda sotib olishda ustun huquq bo'ladi. Agar bu tartib buzilsa, keyinchalik bitim ustidan e'tiroz bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Kommunal qarz bilan soliq qarzini adashtirmang. Mulk solig'i davlat oldidagi majburiyat. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik qarzi esa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar oldidagi majburiyat. Uy sotishda xaridor odatda hammasini tekshiradi. Huquqiy jihatdan ayrim qarzlar eski egaga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda yangi egaga muammo bo'lmasligi uchun bitimdan oldin qarzlarni yopish yoki shartnomada aniq ko'rsatish kerak. 6-nozik jihat. Yer chegarasi, hovlilar. Dala hovlilar va qishloq joylardagi uylar bo'yicha eng ko'p mojaro qo'shni bilan chegaradan chiqadi. Devordan 30 sm, yo'lakdan 20 metr, ariq bo'yidan 2 metr masala keyin katta sud nizosiga aylanadi. Agar kadastr xaritasida chegarangiz boshqacha, amalda devor boshqacha bo'lsa, buni hal qilmasdan sotish yoki qurilish qilish xavfli. 7-nozik jihat, noturar joydan foydalanish. Masalan, birinchi qavatdagi kvartirani do'konga aylantirish, uyda mini ishlab chiqarish qilish, garajani savdo nuqtasi sifatida ishlatish alohida talablar tug'diradi. Obyektning hujjatdagi turi, sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilar huquqi, kirish-chiqish masalasi ahamiyatli. O'zimning mulkim, nima qilsam o'zim bilaman degan yondosh ko'chmas mulkda har doim ham ishlamaydi. Chunki sizning mulkingiz qo'shnilar. Bino xavfsizligi va shaharsozlik qoidalari bilan bog'liq. 8-nozik jihat, imtiyozlar va istisnolar. Ayrim toifadagi fuqarolar mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar yoki qonunda belgilangan boshqa toifalar. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Ba'zan arza berish, tasdiqlovchi hujjat taqdim etish. Imtiyoz faqat bitta obyektga yoki ma'lum miqdorgacha qo'llanishi kabi shartlar bo'ladi. Shuning uchun men pensionerman, soliq chiqmasligi kerak deb o'ylab yurmasdan nimaga. Soliq orqali yoki soliq inspeksiyasidan aniq tekshirdirish kerak. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha kadastr ma'lumotini tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishingiz yoki kadastr organlarining elektron xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Sizga obyekt bo'yicha ko'chirma, kadastr pasporti yoki mavjud ma'lumotlarni tekshirish kerak bo'ladi. Hujjatdagi manzil, maydon, yer maydoni, bino turi, mulkdor, FISH va ulushlar to'g'ri yozilganmi? Shuni solishtiring. Ikkinchi qadam, real holatni hujjat bilan solishtiring. Kvartira bo'lsa, umumiy maydon, balkon, qo'shimcha devorlar, birlashtirilgan xonalar bor yo'qligini ko'ring. Hovli bo'lsa, yer chegarasi, qurilgan binolar, garaj, yozgi oshxona. Qo'shimcha xona, ombor, ayvon hujjatda aks etganmi? Tekshiring. Agar farq bo'lsa, uni yashirmang. Mutaxassis chaqirib texnik xulosa yoki qayta o'lchov qilish zarur bo'lishi mumkin. 3-qadam, soliq qarzingizni tekshiring. Soliq.uz, soliq mobil ilov yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz bo'lsa, uni bo'lib to'lash imkoniyati penya hisoblanganmi? Noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, qayta ko'rib chiqish tartibini aniqlang. Ba'zan odamga soliq noto'g'ri obyekt bo'yicha chiqadi yoki eski mulk hali bazadan o'chmagan bo'ladi. Bunday holatda ariza bilan murojaat qilish kerak. 4-qadam, ijarani rasmiylashtiring. Agar uy yoki kvartirani ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada mulk manzili, ijara muddati, oylik to'lov kuni, depozit summasi, kommunal to'lovlar kim zimmasida ekani, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilsa qoplash tartibi, muddatidan oldin bekor qilish sharti yozilsin. Masalan, ijarachi har oyning 5 sanasigacha 3,500 ming so'm to'laydi. Elektr, gazi, suv, internet to'lovlarini hisoblagich bo'yicha o'zi qoplaydi. 3,500 ming so'm depozit zarar yoki qarz bo'lsa ushlab qolinadi degan bandlar keyin sizni himoya qiladi. 5-qadam, meros va ulush masalasini kechiktirmang. Agar mulk marhuma, ota-ona, turmush o'rtog'i yoki qarindosh nomida qolgan bo'lsa, notariusga boring. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjati, kadastr hujjati. Merosxo'rlarning pasportlari kerak bo'ladi. Meros muddatlari va tartibi bo'yicha notariusdan aniq maslahat oling. Agar merosxo'rlar o'rtasida kelishuv bo'lsa, uni hujjatlashtiring. Og'zaki kelishuv kelajakda farzandlar, kelin-kuyovlar yoki boshqa qarindoshlar
ishtirokida katta nizoga aylanishi mumkin. 6-qadam, sotishdan oldin to'liq tekshiruv qiling. Men har doim sotuvchilarga shuni maslahat beraman. Xaridor topilgandan keyin emas. Xaridor qidirishdan oldin hujjatni tayyorlang. Kadastr ko'chirmasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, soliq qarzi yo'qligi, kommunal qarzlar holati, turmush o'rtog'i roziligi kerakmi yo'qmi? Ro'yxatda turgan shaxslar, ulushdorlar roziligi, taqiq yoki garov bor yo'qligi tekshirilsin. Aks holda xaridor avans beradi, keyin muammo chiqadi. Pulni qaytarish, ishonch yo'qolishi, kelishuv buzilishi boshlanadi. 7-qadam. Ariza yozishda aniq yozing. Agar kadastrda xato bo'lsa, arizada menga yordam bering deb umumiy yozmang. Masalan, falon manzilda joylashgan ko'chmas mulk obyektim bo'yicha kadastr ma'lumotlarida umumiy maydon noto'g'ri ko'rsatilgan. Mavjud hujjatlar va texnik o'lchovlar asosida ma'lumotlarni aniqlashtirib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar soliq noto'g'ri hisoblansa, mazkur obyekt bo'yicha soliq summasini qayta ko'rib chiqishingizni, hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Har bir murojaatga nusxa, sana, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 8-qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport nusxasi, jeshir, mulk huquqi hujjati, oldi sotdi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, kadastr pasporti, soliq to'lov kvitansiyalari, kommunal to'lov ma'lumotlari, turmush o'rtog'i roziligi, ishonchnoma, sud qarori bo'lsa sud qarori, ijara shartnomasi esa uning nusxasi. Elektron shaklini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlang. Bir qarashda oddiy maslahat, lekin amalda ko'pchilik bir hujjatni topa olmagani uchun haftalab yuguradi. 9-qadam, mutaxassisga vaqtida murojaat qiling. Agar davr buzilgan, yer chegarasi noaniq, merosxo'rlar kelishmayapti, ulushli mulk sotilmoqda, obyekt garovda, sud taqiqi bor yoki soliq katta summa chiqargan bo'lsa, o'zingiz taxmin bilan ish qilmang. Kadastr mutaxassisi, notarius, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan maslahat qiling. Bir marta to'g'ri maslahat olish keyinchalik millionlab so'm zarar, sud xarajati va vaqt yo'qotishdan arzon tushadi. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng muhim qoida shuki, hujjat, kadastr, soliq, ijara, meros va qurilish holati bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar mulkingiz toza, qarsiz, rasmiy va aniq bo'lsa, siz bemalol sotishingiz, ijaraga berishingiz, garovga qo'yishingiz yoki meros sifatida rasmiylashtirishingiz mumkin. Agar farqlar qarzlar, ruxsatsiz qurilishlar yoki rasmiylashtirilmagan meros bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mulkingiz kadastrini tekshiring, soliq qarzingizni ko'ring. Ijarangiz bo'lsa, shartnoma qiling. Meros masalasini rasmiylashtiring va barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Shunda 2026 yildagi yangi tartiblar siz uchun muammo emas, aksincha mulkingizni himoya qiladigan tizimga aylanadi. Sizda uy, kvartira, yer yoki ijara bo'yicha qanday savol bor? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir ko'chmas mulk egasiga kerak.